Energiya milliard bo'lsin. Ertalab uyg'onganingizda propeller bo'ling. Shunaqa turing, nima qilay? Dunyoni prosta hozir yorvoration qila olaman. Shu qadar energiyam ko'p. Nima qilishim kerak? Biznes o'ylay. Yangi ish qilishim kerak. Nimadirlar qilay deganingizda hayotingizga shunchaki ham ko'p narsalar kelishni boshlaydi. Bunaqa energiya zaryad bilan bilasiz, nima qilasiz? Butun uyni zaryadlab tashlaysiz-da, butun uy zaryad oladi. Siz adajonisiz zo'r ishlang, ishingiz zo'r bo'lsin, inshaalloh barakasi bo'lsin deysiz, duo qilasiz, boshqa qilasiz. Uyga ketkizib borasizmi? Tashqariga chiqgan erkak qanday chiqib ketadi? Shunchaki hissiyot bilan chiqib ketadi. Ich-ichidan sizdan zaryad olib chiqib ketadi. Chunki energiya yuqumli. Sizdagi energiya agar passiv, жалостный, nima deydi, bechora, jabrdiyda hayot, yomon, nima qilaman, qaynonam bilan munosabatimiz yomon, erim menga qaramayapti, mehr bermayapti bo'lsa, bilingki bunaqa energiya bilan siz hayotda na bolalaringizni, na eringizni zaryad qila olmaysiz. Chunki bu passiv energiya, bu nihoyatda negativ energiya. Nabarot bunaqa odamlardan erkaklar ham, hamma, hattoki bolalar ham qochadi. Oyi, ko'chaga borib kelay, oyi, buvimniki ketgim kelyapti deb qochgisi keladi. Chunki sizni haddan ko'p o'sha negativ energiyangiz bo'g'ib qo'yadi. Odamni o'ldirish darajasigacha xavfli bo'lishi mumkin.